O'zimiz qo'ylarga qaraganda efik yaxshi. Bular ertalab kechqurun mana shu kurchkada yarim kilo, ertalab edi, yarim kilo kechqurun edi. Yo'q, Qirg'izistonniki xudo xolasa o'zgarishi zo'r. Keyin bir oyda anavi beramiz, oltin gugurt. Ha, bir oyda bir marta? Ha, bir oyda bir marta. Miqdori qancha bor uni? Qo'zi boqamiz, yaxshi efik beradi. Hurmatli obunachilar, mana 33 ta qo'yimizga jami bo'lib 40 kilogramm bug'doy, 10 kilogramm makka yerkan. Qirg'iziston qo'ylaridan foyda bormi? Men bu qo'chqorlarni qanchadan olib, qanchadan sotaman va bu qo'chqorlarimizni kunlik ratsioni qanday? Assalomu alaykum Chorvador YouTube kanal obunachilari, bizni kuzatayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana shunday qo'chqor ishqibozlari. Bugungi syomkamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida Muhriddin akamiz va xonadonlari kelib, mana shunday chiroyli qo'chqorlarni bir qator syomka qilganmiz. Videomizni oxirigacha ko'rib, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysizlar. O'chiring. Hurmatli obunachilar, mana shunday qo'chqorlarni Muhriddin akamiz o'zlaridan bir qator ma'lumotlarni olib beramiz. Muhriddin aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Xudo xolasa bugungi boq sirlarni qo'yamiz. Xudo xolasa 33 bosh Qirg'iziston Bishkekdan o'tgan qo'chqorlarimiz bor. Ularni video davomida ko'rib tursin. Xudo xolasa chiroylab yoritib beramiz. Sir bo'lmasa Muhriddin aka necha yoshdasiz? 24 yoshda. 24 yoshdasiz. Endi bu qo'y sohasida endi necha yildan beri shug'ullanyapsiz? Bizniki ota kasb. Shu yoshligimizdan beri shu qo'yda ishda yuramiz. Endi shu qo'chqorda ishda masalan sizni yoshligingizdan beri yurgansiz, opit bo'ladi odamda, to'g'rimi? Shu opitni masalan qo'chqor boqqan yaxshimi, sovliqmi, qo'zimi, chaq qo'chqormi, qanaqalarni boqqan yaxshi endi? Biz asosan qo'chqor boqamiz. Qo'zi qo'chqor shu 8-9 oylik qo'chqorlardan boqamiz. Ana shular yaxshi. Endi kimdir sovliq boqadi, kimdir qo'chqor boqadi, kimdir shishak, to'rtish. Endi hamma sharoitiga qarab biz xudo xolasa qo'zi boqamiz, yaxshi efekt beradi. Qo'zi boqishga ancha effekt yaxshi, xudo xolasa. Endi aka ochiq gapni gapirish kerak. Ko'pchilik aytadi, mana shu Qirg'iziston qo'ylari juda qimmat. Buni men boqib foyda qilamanmi? Qancha edi, qancha rasod qilaman? Bundan tashqari bu qo'ylarni olib men zarar qilaman, foyda qilamanmi degan aka-ukalarimiz uchun bir o'zingizni fikringizni bildirib ketsangiz. Yo'q, Qirg'izistonniki xudo xolasa o'zgarishi zo'r. Ertaga boqib chiqqandan keyin zot yo'nalishiga ham hozir mana Edilbay Arashan o'ta rivojlanib ketyapti, xudo xolasa seleksiya ustida ishlash o'tali bo'lyapti-da. Ana shuning uchun xudo xolasa Qirg'izistonniki yaxshi effekt beryapti. O'zimizning qo'ylarga qaraganda yeb ichishlari ham zo'r, o'zgarishi ham o'zimiz qo'ylarga qaraganda tez o'zgaryapti. Kilosi ham mana shu yaxshilab boqadigan bo'lsangiz 170 kilo, 200 kilogacha boryapti. Oldi qo'ylar xudo xolasa 200 kiloga boryapti. Yaxshilab boqadigan bo'lsangiz, o'zimiz qo'ylarga qaraganda effekt yaxshi. Endi o'zimizni qo'yda ham yomon demoqchi emasmiz. Yomon emas, xudo xolasa. Endi monolar o'zimizning qo'ylarga qaraganda yaxshi effekt beryapti. Effekti zo'r, xudo xolasa. O'zgarishi yaxshi. Endi aytmoqchi bo'lganim, bu o'zimizni qo'ylarga nisbatan oz-moz qimmat. Qimmatroq yuradi, lekin ertaga boqib chiqqandan keyin ham yaxshi pulga sotaverasiz-da buni. Ya'ni samaradorligi, go'shtdorligi ham, undan tashqari zot yo'nalishiga ham tavsiya qilaveradigan variantlar akalar. Mana shunaqa qo'chqorlarni Muhriddin akamiz o'zlari ham sotuvga chiqaradilar, lekin bir namuna sifatida o'zlari ham qo'chqor boqayapti ekanlar. Aytmoqchi bo'lganim, mana shu qo'chqorlar o'zimizda qo'chqorlarga nisbatan sifati ham go'sht berishning natijasi ham juda yuqoriligi uchun o'zlari ham mana shu Arashan qo'chqorlardan boqayapti ekanlar. Toza Arashan Qirg'iziston parodanalari. Hurmatli obunachilar, endi qo'yimizga yem berish jarayonini bir qator ko'rsatib boramiz. Endi Muhriddin akamiz qo'ylarga asosan pishirib berar ekanlar. Pishirib beramiz ana. Makka bilan bug'doy. Makka bilan bug'doyni pishirib berilar ekan mana obunachilar. Buni hidi ham bor, boshqacha odamni ham yegisi keladigan hidi ekan. Va, mashallah, ko'z tegmasin. Chorvangizga baraka aka. Mana obunachilar, endi buni qanaqa foizda qo'shib berasiz endi qo'ylarga? Xo'p. Bular ertalab kechqurun mana shu kurchkada yarim kilo, ertalab edi, yarim kilo kechqurun edi. Shu pishgani, tayyor. Pishgan holatida bug'doy bilan makka aralashtirilgan holat. Xo'p, ikki kurchka kepak qo'shib beriladi. Общийga mana shu bitta qo'raga 10 ta qo'yimizga bo'ladigan bo'lsa, bu kurchkada ikki kurchka kepak qo'shib beramiz, dolli kepak. Dolli kepak. Dolli kepak. 9 ta bug'doy bo'lyapti, bug'doy bilan makka aralashgani. Ikki kurchka dolli kepak bo'lyapti. Ya'ni bitta qo'ramizgami? Bitta qo'ramizga hamda 11 kurchka bo'lyapti jami. Ertalabki
bir mahalligisi 11 kurchga yeydi. Kechqurun yana 11 kurchga. O'shanda 1 kilodan 4 kilo tar bitta qo'yimizga. 1 kunlik ratsioni. Ha, 1 kunlik ratsioni 1 kilodan 4 keladi. Shunda hozir bu o'pshi 33 ta qo'yimizga Hop, bir kunda 33. qancha bug'doy, qancha makka pishirasiz endi? Hop, bu pishirgan hozir mana Tashqari joyda ko'rsataylik. Va, yana pishgan holat obunachilar. Bu necha litr qozon endi bu? 80 litr. 80 litr qozonda endi bug'doy bilan makka ko'ryapmiz. Endi qancha kilogramm qo'shasiz endi makka bilan bug'doyni haligasin? Probegini. 30 kilo bug'doy. Aha. 30 kilo bug'doy. Hop. 10 kilo makka qo'shamiz bunga. 30 kilo bug'doy, 10 kilo makkani pishiriladi. Pishiriladi. Ekmahal yeydi handa. Ertalab yeydigan bo'lsa, kechqurun yeydi. Bash qozonda 2 kunga yetadi. Ekmahal yetadi. Bir kunga, har kuni bir mahal Har kun bir mahal pishiriladi. pishirib beriladi. Ha, har kun bir mahal pishirib beriladi mana. Obunachilar, sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Qo'chqorlarga qishki kunida pishirib bersangiz, effekti ham yaxshi bo'ladi. Yumshoq bo'ladi, hazm qilish ham yaxshi bo'ladi degan. Ha, endi shu joyda ko'pchilik savol beradi-da, endi qo'yga pishirib bergan yaxshimi, xom bergan yaxshimi? Pishirib bergan yaxshi. Pishirib bergan? Ha, pishirib bergan yaxshi. Sababi hazm qilishi yaxshiki, o'ziga olishi ham tez bo'ladi. Ha. Butunicha berib pishirmasdan beradigan bo'lsangiz, yarimdan ko'proq o'zi axlatga chiqib ketib qoladi. Hazm qilmasdan. To'g'ri, to'g'ri. Axlatga chiqib ketib qoladi. Buni yumshoq mana xotirjam ezilib hazm qilib, yotdi. ha. Endi Boshqa qozonga ham botmaydi-da. Mana makka ham bug'doy ham pishib yotdi. Mana yashang aka. Aytmoqchi bo'lganim, endi qo'ylarda axlatida hali makka bug'doy chikitadi masalan. Chikitadi mana quruq holatida. Quruqda beradigan bo'lsa, tagin ko'rsa o'zi makka ham, arpa ham o'tib ketadi, iloji yo'q. U hammasini olib qo'ymaydi. Buni pishgan holatda beradigan bo'lsangiz, umuman chiqmaydi. Axlatga qo'shilmaydi. Hazm bo'lishi ham tez, hazm bo'lishi ham to'liq singiydi, xudo xolasa. Ha, o'ziga olish tez bo'ladi. Ha, yashang aka. Endi bir qator bo'lmasa yemini berish jarayonini hal qilaveramiz aka. Bo'ldi. Har bitta qo'ramizda nechtadan qo'radan? Bitta qo'rada? Hop. O'ttiga va chekkadan qo'rada 10 tadan. 10 tadan. 20 ta. Bu chekka qo'rada bu kattaroq 13 ta. 13 ta. Bunda. Mana obunachilar, har bittamizga mana shunday qo'chqorlar boqishi nasib qilsin obunachilar. Havas qilganlar bilan like bosib qo'yasizlar. Like bosgan qo'llaringizga dard ko'rmasin. Undan tashqari har bittamizga nasib qilsin obunachilar. Vay, ko'zingiz mashalloh. Mana qo'chqorlar nima deyapti? Yem berish jarayoni endi har bittasining qorni ochgan. Endi bugun oz-moz kech qolgan bo'lishi mumkin, lekin qo'chqorlarga yem berish jarayonini ko'rsatib boramiz endi. Mana bizning akamiz o'zlari ham pishgan bug'doy bilan makkani oz-moz kepakka aralashtirib berib qo'ylarimizga beradilar. Buni tarkibida me'daga tegib qolmasligi uchun tuzi ham bor-a? Tuz ham qo'shiladi. Keyin bir oyda anavi beramiz, oltin gugurt. Ha, bir oyda bir marta. Ha, bir oyda bir marta. Miqdori qancha bor uni? Oltin gugurtmi? Ha. Shu qoshiqda beramiz, o'lchab. Shu 10 ta bo'ladigan bo'lsa, qoshiqda o'lchab beriladi mana. Vay. Qo'chqorlar ham qorni ochganda yemahal bo'ldi-da. Yemahal bo'lsa o'zi harakat ko'p bo'lib, sizni chaqirish boshlaydi o'zi aslida. Ungacha yotadi jonivorlar. Hammasi. Bu yemni orqasidan hashak ham yeydimi yo? Hashak yeydi. Hashakning tarkibida nimalar bor aka? Hashagida beda, moshpalak, somon, 3 xil aralashtirib beriladi. Aha. Beda bilasizlar, qo'y uchun yeleng'oqpalak, moshpalak, beda, ozmoz somon qilib beriladigan bo'lsa ham qo'ylarimizga juda ham katta foydasi bor. Eng maza qiladigan joyi mana shu joyda. Charchoqlaringiz chiqib ketadi bor. Shuncha qilgan mehnatingizni mana shu joyda uxlab beradi. Salab bermagan holda orqa tarafda turamiz.
Hurmatli obunachilar, mana 33 ta qo'yimizga jami bo'lib 40 kilogramm bug'doy, 10 kilogramm makka ekan bir kundagi ratsioni. Xudo xolasa bularni endi qayda qanaqa narxi bilmaymiz, lekin o'zingizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol hisob-kitobini qilib olishlaring mumkin. Undan tashqari bu qo'ylarimizni ham sir bo'lmasa, Muhriddin aka, bu qo'ylarni qanchada olgansiz? Siz qancha vaqt bo'ldi olganingizga? Mana bu tarafdan o'sha bu ikki qo'ra bitta olingan. Ha, bu ikkalasi. Bu ikki qo'ra. 20 tasi. 20 ta bu. Ikkovi 20 ta. Hop. 20 noyabrda tashlangan boquvga 4 million 800 ming so'mdan tashlangan bular. Hozir 20 tasi 4 million 800 ming so'mdan olingan. 4 million 800 ming so'mdan 20 tasi. Hozirda где-то 2 oydan oshibdi. 2 oydan oshdi. Ozgina oshibdi. 2 oydan ozgina oshdi. Endi narigilarchi? 3-qo'rada. Bular terma. Terma o'zingizga yoqqan qo'chqorlarni, ya'ni tanlab olgansiz, to'g'rimi? Bular buni chekkadagi qora hisori, bir dona hisorisi bor bu yerda. Aha. Mana. Qo'zi hali tish buzmagan janavar. Yo'q, bezda qilmay qo'ying. U o'zi 6,5 million so'mga olingan. Ha, o'zi. Ha. Qashqadaryoniki u. Qolgani bundan tashqari 4 tush qo'y, qirg'izniki bu ham. Mana. Biz kalla boshlari aytib turibdi, katta. 4 tush qo'y. Bu o'zi olingani 6 million so'm olingan. 6 million so'mga. Bo'yi ham 90 chiqar ekan-a? Bu yaqinda tashaldi bu. Bunalar shu 2 oylik bo'lyapti, mana tashalganiga 1 hafta bo'ldi. Tashalganiga. Bu 6 million so'mga olingan. Bo'yi xotirjam 90 yuqori. Mana ular 8 tasi bir soda olingan sariqlar. Mana sariqlar turibdi mana. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ta sarig'imiz 4 million so'mdan olingan. 2 oy oldi. 4 million so'm. 4 million so'mdan tashalgan. Buni qoralar bo'lsa, bular 4 million 250 ming so'mdan tashalgan. 3 ta qora. Aha. 3 ta qorasi bor, maydaroq. Bular terma. Bular ana 20 tasi bir savdo olingan 4 million 800 ming so'mdan yetib kelgan bular. 4 million 800 ming so'mdan uyingizga yetib kelgan. Xudo xolasa aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilik aytadi-da, Hisor masalan Qirg'izistonda arashan qo'ylardan olsam men foyda qilamanmi? Qanchadan olib, qanchada sotaman degan aka-ukalarimiz. Xudo xolasa mana shunday qo'chqorlar bizga ham nasib qilsin degan aka-ukalarimiz uchun like bosib qo'yasizlar akalar. Like bossin, Xudo xolasa yana bir 2 oydan keyin yana chiqaramiz, Xudo xolasa. Qanaqa o'zgarganini ko'rishadi yana, Xudo xolasa. 2 oydan keyin yana qo'yamiz. Endi hurmatli obunachilar, bugungi qisqacha qilgan syomkamiz shulardan iborat edi. Mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib qo'yasizlar obunachilar. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Har bittamizni chorvamizga barakasini bersin.